Akalar, tuzuymisizlar? Servisimizga yangi mashina olib kelishgan akamiz. Probegini ko'rishlari mumkin. 1000 kilometr yurgan, rullari juda ham og'ir holatda. Mashinalarni xudo xolasa chiroyli qilib, salonga, rulga, uqiga pachinilar qo'yapmiz, mayatnilar qo'yib, chashkalar qo'yib, bo'lgan jarayonni birib ko'rsatib beramiz. Birgalikda ko'rasizlar. Ungacha bittadan like bostiringlar. Ketdik, boshladik. Akalar, boshlagan mashinamiz tayyor bo'ldi. Rullarni birga bir gidravlikaga taqan yumshoq qilib berdik. Birga minib ko'ramiz, ketdik. Akalar, mana olib chiqyapmiz mashinani, ko'rishlar mumkin rulda aylanishini. Rullarni endi qotiramiz. Bunisiga e'tibor bermaysizlar, mana geyka shaybalari turibdi. Mana burilish holatlari akalar. Ko'rishlar mumkin. Bitta kafti o'zida buriladi rul mana. Xolagan manyorlangishni bitta kafti burga ketaverasizlar akalar. Katta tezlikka chiqqanda rul aqabaqa tashamaydi. 100, 120, 140 gacha chiqasiz. Hech yoqqa tashamaydi mana mashina akalar. Lekin mana burilishlar ko'rasizlar mana. Mana ko'rishlar mumkin. Bitta kaftda chiroyli buriladi mashina. Chotki bo'ladi. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Pastda nomerlar qoldiramiz. Jonli hisob bo'lsin, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan-da qiziq ma'lumotlar beramiz. Salomat bo'ling.